beriladi. Bundan tashqari o'zimiz bilan qilgan fuqarolarimizga 15 million so'mgacha kredit ajratamiz. Bunda jismoniy shaxs kafilligi bilan 3 yil muddatga 28% ajratamiz. Bu kredit maqsadsiz kredit bo'lib, kredit olish uchun plastik kartochka tashlab beriladi. To'lovlar oyma-oy amalga oshiriladi. Bundan tashqari yana Qo'qon tumanimizga biriktirilgan 10 ta mahalla mavjud. Ana shu 10 ta mahalla fuqarolariga 24% 4 yil muddatga 12 million so'mgacha to'lovimiz kreditimiz mavjud. Bu kreditda xuddi shu shaxs kafilligi bilan ajratamiz. Savollar bo'lsa. Bizda Tivet mahallasi sizlarga Tivet mahallasi maktab qurilmagan mahalla. bizim mahallamizda saxovatni qo'shilmanda. Ya Tivet bo'lyapti, nima bo'lyapti? Saxovatlar ham Yo'q, saxovatlarimiz mahallasida. Bizda Jidali, To'g'on, Oqton mahallasi, keyin bitta Imom Tepa